Hop. Bugungi mavzuyimiz, ya'ni keyingi 3 ta mavzu bo'yicha qisqacha aytib o'taman. Savol javoblar bo'lsa berishlar mumkin bo'ladi. Hop. Kapital va investitsiya birinchi mavzuyimiz. Keyingisi daromad xarajatlar va uchinchisi kapital qurilish hisobi, ya'ni qurilishlardagi hisob-kitob yuritish bo'yicha. Hop, birinchi mavzuyimiz kapital va investitsiya hisobi, ya'ni bu o'sha shotlar rejasini 80dan 89gacha bo'lgan shotlarimiz aks ettiradigan ma'lumotlarimiz buxgalteriya balansining passiv qismida xususiy kapital, ya'ni shu kapital degan qismida, ustav qismidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Kapital tushunchasi nima degani? Ya'ni bu yerda kapital degani asosan shu ustav kapitaliga urg'u berilgan, ya'ni korxona tashkil topganda o'zini kapitalini, dastlabki boshlang'ich kapitalini faoliyatga kiritib, faoliyat boshlash uchun kiritadigan kapital deb tushunamiz. Ya'ni kapitalda bitta faqat ustav kapitalini tushunmaymiz. Kapitalimiz ustav kapitali, qo'shimcha kapital, zaxira kapital hamda taqsimlanmagan foydalardan tashkil topgan bo'ladi. Bu yerda ustav kapitalini o'zini emissiya qilgan aksiyalarni ham hisobga olishimiz mumkin. Ya'ni aksionerlik jamiyatlarida chiqargan aksiyalari faoliyatni kengaytirish maqsadida aksiya chiqarishadi. U ham ustav sifatida shakllanadi. Investitsiya bu ham kapitalning bir turi bo'lib, bu endi kapital qismida emas, bu korxonaning aktiv sifatida boshqa bir faoliyat uchun kiritgan mablag'larni investitsiya deb tushunsak bo'ladi. Hozir juda ham bu soha rivojlanib ketyapti investorlar tomonidan, ya'ni har bir loyihaga yoki bo'lmasa qandaydir qurilishlarga yoki boshqa bir narsalarga investitsiya kiritib foyda olish maqsadida pul tikayotganlarni yoki boshqa bir yo'llar bilan investitsiya kiritayotganlarni investitsiya, ya'ni shu kapital harakatlari bo'yicha hisobga olsak bo'ladi. Xo'p, ustav kapitali darsimiz davomi bo'yicha har bittasiga qisqa prototip berib ketamiz va barchaga bitta o'sha kiping tizimida ko'rsatib o'tamiz. Ustav kapitali qachon hisobga olamiz? Dastlabki ustav kapitali qachon korxona tashkil topganda va o'sha ro'yxatdan o'tayotganda, yagona darajada ro'yxatdan o'tadi. Misol uchun bizda yagona darajada ro'yxatdan o'tganda o'sha paytda faoliyatiga qarab yoki o'zini imkoniyatidan kelib chiqib ustav fondini belgilashadi. Ana shu belgilashganda birinchi olgan ustav shartnomasi, o'sha guvohnomalar natijasida shunga asosan biz dastlabki ustavga prototip berishimiz mumkin bo'ladi. Debit 4610, kredit 8330 qilib buxgalteriya protokolini berishimiz mumkin bo'ladi. O'sha ustav shartnomasida keltirilgan summaga. 4610 sababi o'sha ta'sischilarning kiritish kerak bo'lgan majburiyati hisoblanadi. O'sha investitsiya kiritish maqsadida ustav shartnomasi shakllanganda mana shunday mablag' ta'sischining korxona oldidagi kiritish kerak bo'lgan ulushini aks ettirib beradi. Xo'p. Kapital tushunchamiz qisqachasi mana shu asosiy qismi, mana shu 80-89gacha bo'lgan qismlarda, ya'ni hattoki bunga chetdan kelgan grantlar, subsidiyalarimizni va boshqa bir imtiyozlarimiz bo'yicha maqsadga tushgan tushumlarimizni ham bu mana shu qismda ko'rsatamiz balansimizda. Shotlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, 83-shotimiz ta'sischilarning ulushi bo'yicha aks ettiriladi. 84-shotimiz zaxira kapital, qo'shimcha kapital. 85imiz zaxira kapital va 87 taqsimlangan foyda. 86 bo'lsa o'zi emissiya qilgan aksiyalarini o'zi qaytarib olganda 86-shotimizni aks ettirib boramiz. Hop, keyingi mavzuyimiz. Keyingisi daromad xarajatlar. Bu juda ham ko'p ishlatiladigan, ko'p kerak bo'ladigan mavzu. Ya'ni korxona faoliyat yuritayotganda faoliyat yuritishdan maqsad albatta manfaat, ya'ni iqtisodiy foyda ko'rish, ya'ni daromad qilish. Demak, bu yerda asosiy urg'u daromad xarajatlariga qaratiladi. Agar korxona shu
qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilar umumiy belgilangan soliq to'lovchilar qatorida bo'lsa, ularga foyda solig'i, boshqa bir daromad xarajatlarini aks ettirish bo'yicha e'tiborliroq bo'lishlari kerak bo'ladi. Xo'p, daromad va xarajatlar hisobi. Daromad nima? Daromad bu korxonaning o'sha korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot, tovar va xizmatlarni sotishdan olinishi kutilayotgan iqtisodiy foydamizni daromad desak bo'ladi. Daromadlar korxonaning asosiy faoliyatidan kelib tushadigan tushumlar yoki misol uchun yoki bo'lmasam aktivlarni olishidan kelib tushadigan tushumlarni biz korxonaning daromad deb olamiz. Daromad qachon tan olinadi, qachon paydo bo'ladi? Qachonki aytaylik, mana hayotiy misol keltiradigan bo'lsak, korxona mahsulot ishlab chiqardi va xaridorlarga yetkazib berdi. Yetkazib berganda mahsulotni yetkazib berganda daromad tan olinadi. Ya'ni o'sha ko'rsatilgan xizmatini yoki bo'lmasam shartnomaga asosan o'zining majburiyatini bajargan hisoblanadi. Yoki xizmat bajarilganda yoki bo'lmasam o'sha tovarga yoki xizmatga egalik qilish huquqi xaridorga o'tganda tan olingandagina daromad deb tan olinadi. Shodga pul tushib qolsa daromad bo'ldi deyish bu buxgalteriyada to'g'ri kelmaydi. Qachonki mana shu shartnomaga asosan majburiyatlar bajarilganda, xaridor tomonidan ushbu majburiyatlar qabul qilinganda, tan olinganda yana biz daromad deb tan olamiz. Xarajatlar. Xarajatlarimiz mana shu daromad olish uchun sarflangan korxonaning resurslarini xarajat deb olamiz. Ya'ni xarajatlarimiz aktivlarning kamayishi hisobidan, ya'ni pullarimiz chiqib ketishi, tovarlarimiz chiqib ketishi hisobidan yoki majburiyatlarimiz oshishi hisobidan yuzaga keladigan korxonaning foydasini kamaytiradigan mablag'larimizni xarajat deb tan olamiz. Xo'p, xarajat qachon tan olinadi? Mana daromad qachon tan olinishini bildik. Ya'ni mahsulot yetkazib berganimizda, xizmat ko'rsatganimizda tan olar ekanmiz, ya'ni pul tushganda emas. Qachonki o'sha shartnomaga asosan majburiyat bajarilganda, hozirgi til bilan aytganda shot faktura yuborganimizda, mana shu shot faktura bo'yicha biz daromadni tan olamiz. Xarajat ham xuddi shu tartibda qachonki bizdan pul chiqib ketganda emas, mana shu shartnoma bo'yicha yoki masalan bajarilgan xizmat ko'rsatilgan ishlar bo'yicha xuddi daromad kabi bu ham o'sha keltirilgan davriga mos davrda tan olish kerak bo'ladi. Aytaylik, kommunal xizmatlarimiz. Misol uchun mana hozir mart oyimi, fevral oyiga hisoblangan kommunal xizmatlarga hisoblangan hisob fakturalarimizni fevral oyini 28-kuni bilan yuboradi deylik. Bu korxonaga xarajat bo'lib hisoblanadi, ya'ni o'sha kommunal xarajatlar uchun hisoblanadi. Lekin uni pulini martda to'laydi. Mana mart 5-kunlarda martda kommunal xizmatlar bo'yicha to'lovni to'lasa, biz xarajatni mart uchun emas, shot faktura bo'yicha yuzaga kelgan xarajatlar bo'yicha fevralda uchun hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, yana bir tomoni xarajatlarimiz qachon tan olinadi? Daromadlarimiz tan olinganda, mana shu daromadga tegishli bo'lgan xarajatimiz ham xuddi shu daromad tan olingan davrda tan olinishi kerak bo'ladi. Bunda juda ko'pchilik adashadi. Ya'ni biroz qiynalishi mumkin. Aytaylik, bir xizmat ko'rsatdik. Xizmat bo'yicha biz daromad shot faktura yubordik. Mana shu xizmatga ketgan xarajatlarimizni mana shu xizmat davrida mana shu xizmat bo'yicha daromadni qaysi davrda ko'rsatsak, mana shu davrda shu xizmatga ketgan xarajatni ham ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni daromad bilan xarajat bir-biriga mutanosib ravishda ko'rsatilishi kerak, aks ettirilishi kerak, hisob yuritilishi kerak bo'ladi. Xo'p, daromadlarimizni, korxonaning daromadlarini qanday turga bo'lib olamiz? Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotimizda daromadlarimizni turga bo'lib qo'ygan. Asosiy faoliyatdan olingan daromad, ya'ni korxonaning asosiy faoliyati bo'yicha tushgan tushumlarni asosiy faoliyatdan desak olib bo'ladi. Boshqa faoliyatlarchi, ya'ni asosiy faoliyatdan boshqa faoliyatlar bo'lishi mumkin. Aytaylik, korxona ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi, lekin shu bilan bir qatorda
daromad xarajlari yuzaga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Bu faoliyatlarimiz korxonaning asosiy faoliyatiga tegishli bo'lmaganligi uchun mana shu nuqtai nazardan olib daromadlarimizni turlarga bo'lingan. Birinchisi asosiy faoliyatdan olingan daromad, bu o'sha faoliyatdan kelib chiqadi. Ikkinchisi asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar deb ko'rsatilgan, ya'ni mana shu faoliyatimizga tegishli bo'lmagan faoliyatga yordamchi sifatida ko'rinadigan daromadlarimiz. Aytaylik, mana shu ishlab chiqarish deydigan bo'lsak, mana shu ishlab chiqarilgan mahsulotni yetkazib berish ham o'zini bo'ynida bo'ladigan bo'lsa, yetkazib berish bo'yicha olingan daromadimiz mana shu boshqa faoliyat bo'yicha deb ko'rsak bo'ladi. Keyingisi moliyaviy faoliyatdan olingan daromad. Ya'ni bu o'sha aytganimizdek, ijara bo'yicha yoki bo'lmasam asosiy vositani sotishdan, chunki korxona asosiy vositani sotish bilan shug'ullanmaydi, ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi yoki boshqa bir faoliyat bilan shug'ullanadi. Asosiy vositasini sotganda ushbu sotish natijasida yuzaga kelgan tushumlarni boshqa faoliyatlarda ko'rsatish kerak bo'ladi. Yoki ijara bo'yicha yoki o'sha valyuta kurslari bo'yicha yoki foiz bo'yicha olgan daromadlarni moliyaviy faoliyatdan olingan daromad sifatida ko'rsatamiz. Va to'rtinchisi ko'zda tutilmagan holatlarda yuzaga keladigan daromadlarimiz. Favqulodda foyda deb ko'rsatiladi hisobotlarda. Ya'ni faoliyat bilan bog'liq emas, moliya faoliyat bilan ham bog'liq emas. Ba'zan uchrab turadi. Aytaylik, korxona bir sug'urta shartnomasi bo'yicha yuzaga kelganda, sug'urta tomonidan sug'urta mukofoti olganda yoki bo'lmasam qandaydir boshqa bir korxona bilan o'rtasida yuzaga kelgan sud ishlari natijasida yutib chiqqanda oladigan qo'shimcha tushadigan tushumlarni, ya'ni ko'zda tutilmagan holatlarda yoki bo'lmasam hisobdan chiqazib yuborgan debitorlik qarzlari to'lovga qobiliyatli bo'lib qarzni qaytarib qolganda, mana shunday holatlarimizni biz favqulodda foyda sifatida ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday tartibda xarajatlarimiz ham mana shunday turlarga bo'linadi. Xarajatlarimiz asosiy faoliyat bo'yicha daromad bo'ladigan bo'lsa, asosiy faoliyat bo'yicha mana shu daromadga ketadigan tannarximizni asosiy faoliyat bo'yicha ketadigan xarajatlar deb tan olamiz. Aytaylik, ishlab chiqarishga ketgan xarajatlarimiz ishlab chiqarish natijasida olingan daromadimizga proporsional ravishda mana shu daromad ishlab chiqargan mahsulotimiz tannarx sifatida xarajat sifatida ko'rinadi. Ikkinchisi, ya'ni mana shu mahsulot tannarxiga bog'liq bo'lmagan davr xarajatlar, ya'ni bunda o'sha ma'muriy xarajatlarimizni ko'rsatamiz. Sotish bilan bog'liq bo'lgan, korxonani faoliyatini saqlash bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni o'sha binoni ijarasi, bino kommunal xarajatlari, rahbarlarning oyliklari, rahbarlarga xizmat qiladigan transportlarning xarajatlari barchasi davr xarajatlari sifatida kiritiladi. Bu davr xarajatlari mahsulot ishlab chiqarish hajmiga bog'liq bo'lmagan holatda, ya'ni qancha mahsulot ko'p chiqarsa ham, oz chiqarsa ham bu davr xarajatlarimizni shu mana shu ishlab chiqargan mahsulot miqdoriga nisbatan proporsional ravishda o'zgarmasligini bildiradi. Ya'ni mahsulot katta miqdorda mahsulot chiqarsa ham o'sha rahbarning oyligi o'sha, binoning ijarasi o'sha, kommunal xizmatlar biroz o'zgarishi mumkin, lekin o'sha. Shuning uchun bu xarajatlarimizni davr xarajatlar deb tan olinadi. Bundan keyingisi moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar. Moliyaviy faoliyat bo'yicha daromadlarimizni tan oladiganmiz, xuddi shu yo'nalishlar bo'yicha qiladigan xarajatlarimizni moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar desak bo'ladi. Ya'ni o'sha ijara bo'yicha to'lovlarimiz, maliyat kursi bo'yicha yuzaga kelgan xarajatlar, zararlarimizni, foiz bo'yicha to'lanish kerak bo'lgan to'lovlarimiz barchasi moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar deb tan olamiz. Hamda ko'zda tutilmagan holatlardagi yuzaga kelgan zararlarimiz, xarajatlarimiz ham alohida boshqa tur sifatida aks ettiriladi. Xuddi foyda tutilmagan holatlarda yuzaga kelgan foyda kabi ko'zda tutilmagan holatlardagi zararlarimiz ham favqulodda zararlar sifatida hisobotlarimizda aks ettiramiz. Xo'p, mana shu yerda xarajatlarimizni tarkibiga ozgina urg'u berib ketaman. Ya'ni xarajatlarimizga nimalar kiradi? Aytaylik, o'sha mahsulot ishlab chiqargan mahsulot ko'rsatilgan xizmatni tannarxida nimalar ko'rinadi? Birinchi o'rinda mana shu o'sha mahsulot yoki xizmatga ketgan
material xarajatlarimiz. Ikkinchi o'rinda unga ketgan ish haqi va unga nisbatan ajratmasi, ya'ni o'sha mahsulot ishlab chiqarish bilan taalluqli bo'lgan xodimlarning ish haqlari. Uchinchisi asosiy vosita va nomoddiy aktivlarning eskirishi, ya'ni shunda xizmat qilgan asosiy vositalarimiz. To'rtinchisi boshqa kommunal xizmatlar, mana shu ishlab chiqarish bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lgan. Beshinchisi chetdan jalb qilingan xizmatlar yoki boshqa turdagi ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarimizni yig'sak bo'ladi. Va oxirgisi, agar mahsulotimiz chetdan kelgan bo'lsa, o'sha bojxona to'lovlari, qoplanib berilmaydigan soliqlarimizni barchasini shuning ichiga qo'shib yuborsak bo'ladi. Ya'ni mahsulot tannarxiga, ishlab chiqargan mahsulot ko'rsatilgan xizmat tannarxiga qo'shiladigan xarajatlarimiz tarkibi mana shu tartibda shakllanib boradi. Xo'p, daromad va xarajatlarimiz to'g'risida Soliq kodeksida ham alohida bu moddalarda ko'rsatib o'tilgan. Bir ko'rib chiqsanglar bo'ladi, qaysi daromadlar ko'rinish bo'yicha hamda qanday soliqqa tortilishi bo'yicha, xarajatlar bo'yicha barchasini to'liq keltirib o'tilgan. Yana bir ko'rib chiqsanglar bo'ladi, tushunmasanglar bemalol savol bersanglar bo'ladi, javob beramiz. Xo'p, keyingi mavzuyimiz uchinchisi kapital qurilish hisobi. Ya'ni kapital qurilish tushunchasi ham bu yerda kapital qurilish deganimizda uzoq muddat davom etadigan shartnomalar bo'yicha yuzaga keladigan qurilishlarimizni tushunishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hozirda ko'p ishlatiladigan joriy ta'mirlash, kapital ta'mirlash deganimizdan ko'ra bu sal farqliroq. Sababi qurilish tashkilotlari asosan katta miqdordagi qurilish tashkilotlarimizda ko'pchiligi bu, ya'ni kapital qurilish bo'yicha. Aytaylik, bir ko'p qavatli bino qurmoqchi bo'lsa, bu albatta o'sha bir hisobot davri ichida yakunlanmaydi. 2 yil, 3 yil, 5 yil davom etib ketishi mumkin. Shuning uchun kapital qurilish bo'yicha xarajatlarimizni qanday shakllanish bo'yicha alohida normalar, yo'riqnomalar ishlab chiqilgan. Ularda qanday ketadi? Aytaylik, qurilish o'sha pudrat bo'yicha shartnoma qiladigan bo'lsa, ishlaydigan bo'lsa, qurilish pudrat shartnomalari dastlabki qurilish boshlangungacha bo'lgan davrgacha ham anchagina xarajatlarni shakllantirib qo'yishadi. Ya'ni o'sha oladigan ruxsatnomalari, har bir tashkilotlardan oladigan ruxsatnomalari natijasida ham bir qanchagina sarf xarajatlar qilishadi. Ana shu yerdan qurilish pudrat shartnomalari bo'yicha kapital qurishning dastlabki xarajatlari boshlanadi shu yerda. Hokimiyatdan ruxsat oladi, kadastrdan ruxsat oladi, arxitekturadan ruxsat oladi, boshqa bir chekkadan barcha adashmasam 19 tamikin tashkilotlar bor. Barchasidan ruxsat olish kerak bo'ladi. Yo'l qurilish bo'yicha, boshqa barchasi bo'yicha, kommunal bo'yicha, ya'ni shu yo'lda talaft qilish qilmasligi barchasi bo'yicha ro'yxatdan o'tib olgungacha ketgan sarf xarajatlari va o'sha yerni hujjatlashtirish bo'yicha ketgan xarajatlar barchasi kapital qurishning dastlabki xarajatlar sifatida shakllanib boradi. Endi aytaylik, 5 yil davomida qurilish uzoq muddatda jarayonda amalga oshiriladigan xarajat bo'ladigan bo'lsa, ushbu 5 yilda bitgandan keyin biz daromad qilib ko'rsatamizmi yoki har hisobot davrida alohida ko'rsatishimiz kerak bo'ladimi? Sababi 5 yil qachonki bu bitgungacha soliq davlat kutib turmaydi. Mana shu bitirib sotganingdan keyin daromadingni ko'rsatasan, отчетingda keyin soliq to'laysan demaydi. Shuning uchun mana shunday holatlarda har bir uzoq muddat davom etadigan daromadli mana shunaqa xarajatlarimizda, faoliyatlarimizda mana shu faoliyatlarimizni qandaydir qismlarga bo'lgan holatda daromad xarajatlarni aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday holatda mana shu kapital qurilish bo'yicha hisob-kitoblarimiz amalga oshadi. Aytaylik, mana sal tushunarliroq aytaman. Mana shu ko'p qavatli qurilish binoni taxminan bo'lib olishadi. Balkim hisob-kitoblari bor, primerni aytyapman. Aytaylik, o'sha kotlovan qasmgacha bo'lgan qismi
dastlabki 10% deylik. Undan bu yerda o'sha qurilish smetasi bo'yicha barcha har bitta xarajatlarimizda smetasi ko'rsatilgan. Mana shu bo'yicha har bir belgilangan bo'lim yakunlanganda mana shu bo'lim bo'yicha qilingan barcha xarajat va daromadlarni hisobotga aks ettirib, soliq hisobotlari davom etib ketaveradi. Bu yerda o'sha buxgalteriya hisobotlik standartlarining 17-shakli bo'yicha mehnat sharoitlari va texnik xavfsizlik qoidalari, pudrat ishlari bo'yicha smeta normalari, SHNK deyishadi. SHNK bo'yicha bajarilgan ishlar bo'yicha formalari 2-3 qurilish bo'yicha formalari mana shu qilinadigan ishlarni aks ettirishda asos bo'ladigan hujjatlar hisoblanadi. Xo'p, kapital qurilishlarimizni nechta turlarga bo'lamiz? Qanday qurilish turlarimiz bor? Kapital qurilishlarimiz. Birinchisi, yangi quriladigan qurilishlarimizda kapital qurish bo'yicha normalardan foydalanamiz. Ikkinchisi, mavjud obyektni qayta quradigan bo'lsak. Bu ham albatta hozir misol uchun remont qilayotgan, ta'mirlayotganlar ko'p, lekin uzoq muddat davom etadiganlarda mana shu unga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi, modernizatsiya qiladiganlar, ya'ni rekonstruksiya qilmoqchi bo'lganlarda ham xuddi shunday tartibda uzoq muddat davom etishi mumkin. Kapital ta'mirlash yoki bo'lmasam asosiy vositalarni ishga tushirishga tayyorlash, aytaylik katta loyihalarni ishga tushirishga tayyorlash ham ko'p vaqtni oladi. Bularga ketgan xarajatlarni ham xuddi shu mana shu tartibda smeta bo'yicha taqsimlab hisobotlarda bo'lib aks ettirish mumkin bo'ladi. Kapital qurilish bo'yicha shotlar rejasi 08-shotimizni aks ettiramiz. Ya'ni buxgalteriya balansida ham 08-shotimizda ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni tugallanmagan qurilish, hattoki bu yerda yerni obodonlashtirishga qilingan xarajatlarimiz ham alohida kapital qurish sifatida ko'rsatilgan. Yoki bo'lmasam chorvachilik bo'yicha o'sha asosiy podani, ya'ni asosiy vosita sifatida olinadigan podani ham shakllantirishda ham 08-shotimizda alohida shotlarda aks ettirishimiz belgilab o'tilgan. Hop. Savollar bormi? Ikkala mavzu bo'yicha ham KPI'ni tushuntirib o'taman, ko'rsatib o'taman. Vebinarimiz saqlanib qolsin, xohlagan payt qayta ko'rish mumkin bo'ladi. Ekran ko'rindimi ekranimiz? Hop. Birinchi mavzuyimiz mavzuni ko'raman, investitsiya tushunchasi. Kapital. Hop. Mana bu hozir mana bitta buxgalteriya balansiga kirib olaman. Boshqa bitta ochib olay bu bo'yicha. Hop. Keepingga kirib olamiz mana. Mana keeping kirgan holatimizda dastlabki oyna ochiladi. Birinchi balans ko'rinishimiz, ya'ni joriy balans. Mana shunday holatda ko'rinib turadi. Ya'ni har bir shotlar bo'yicha kirim chiqim maqsadlarimiz ko'rinib turgan bo'ladi. Mana bunday qilsak, balans holatdagi bo'yicha ko'rsatib beradi bizga. Mana shu yerda biz aytganimizdek kapital tushunchamiz bizni mana shu 80 83 gacha bo'lgan, 89 gacha bo'lgan qismda biz aks etib turadi. Mana bu yerda mana shu korxona bo'yicha ko'radigan bo'lsak, 83 va 85 shotlarimizda mablag' bor ekan. Demak, mana bu yerda ham yozib qo'yilgan. Ustak kapitaliga bo'yicha shotlarimiz hamda rezerv kapital bo'yicha shotlarimizda mablag'larimiz ko'rsatilgan.
Buni to'liqroq ko'rmoqchi bo'lsak, ma'lumotlar menyusidan shotlar rejasi degan menyumiz bor. Bu yerda barcha shotlarimizni ro'yxatga keltirib o'tilgan. Bu yerdan o'sha 80 shotlarimizda nimalar aks etganini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana 83 shotimizda oddiy aksiyalar, imtiyozli aksiyalarimiz va pay bo'lishlar bo'yicha shotlarimiz. 84 shotimizda emission daromadlarimiz, ya'ni o'sha ishlab emissiyaga chiqarilgan aksiyalarimiz bo'yicha yuzaga kelgan daromadlarimiz. 85 shotimizda o'sha zaxira kapital sifatida, ya'ni o'sha mulkni qayta baholash, tekindan kelgan mulklarimiz barchasi mana shunda 85 shotimizda aks etib turadi. 86 shotimizda sotib olingan o'zining oddiy yoki imtiyozli aksiyalarini 86 shotimizda ko'rsatib boramiz. 87 shotimizda korxonaning hisobot davri yakunida taqsimlanmagan foydasi aks ettiriladi. 88 shotimizda grant va subsidiyalar, 89 shotimizda boshqa kelgusi davr xarajatlari va rezervlarini bo'yicha zaxira sifatida shakllantirib boramiz. Mana bu 89 bo'lgan shotlarimizda bizning shu korxonaning kapital qismidagi barcha ma'lumotlarni shotlarda aks ettirib boramiz. Endi bu yerda har bittasiga prototiп berib chiqamiz. Asosiy ustavga prototiп beramiz birinchi o'rinda, ya'ni korxonaga ustav shakllanganda, aytaylik korxona ro'yxatdan o'tdi yagona darajadan va o'sha ustavini misol uchun 50 million so'mni belgiladi. Va o'sha ta'sischi mana shu 50 million so'mni nimadir naqd ko'rinishda yoki naqd pulsiz ko'rinishda yoki masalan tovar ko'rinishda yoki asosiy vosita ko'rinishda yoki bino sifatida ko'rinishda korxonaga kirim qilishi mumkin. Dastlab biz uni shakllantira olishimiz kerak. Ya'ni o'sha yagona darajadan ro'yxatdan o'tganda, ustav shartnomasi imzolangan holati bilan biz buxgalteriya protkasi beramiz. Buning uchun ma'lumotlar menyusiga kiriladi. Ta'sischilar alohida menyumiz bor. Mana shu yerdan ta'sischilar shartnomasini qo'shish menyusiga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerdan qo'sh tugmasini bosganimizda tizim avtomatik ravishda formasini ochib beradi. Yangi shartnoma bo'ladigan bo'lsa, mana agar yilning o'rtasida sana bo'lib qo'yiladigan bo'lsak, ya'ni 31-dekabr sanadan boshqa barcha sanalarda mana bu shartnomamiz yangi shartnoma sifatida ochiladi. Ya'ni boshqa davrdagisida aytaylik 31-dekabr qo'yamiz hozir. Qo'ysak, tizim ikki xil variant beradi bizga. Yoki yangi shartnoma yoki bo'lmasam o'tgan davrning qoldiq shartnomasi sifatida kiritiladimi deb ko'rsatib beradi. Mana shunga qarab bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Aytaylik, mana shu davr bilan bizni ustav shartnomamiz imzolandi. Debet 46, ya'ni ta'sischilarning korxona oldidagi majburiyatlari ustav shartnomasi bo'yicha. Kredit 80-30 ulushlar bo'yicha. 50 million so'mlik biz shartnoma imzolandi ta'sischilar o'rtasida. Ushbu ta'sischilarimiz bitta, ikkita, uchta bo'lishi mumkin. Birinchidan, ikkinchidan jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs bo'lishi mumkin. Mana shuni shaxs sifatida ajratib olamiz. Jismoniy shaxs yoki bo'lmasam yuridik shaxs. Jismoniy shaxsimizni ham ajratib olamiz. Rezident yoki norezident. Mana rezident deb tanlab oldik. Pasport raqamlari yoki bo'lmasam o'sha NPS raqami. O'zimni qo'yib ko'raman. Bularni kiritib ko'ramiz. Ma'lumotlar keldi. Yuridik shaxsga boshqa bir yuridik shaxs qo'yib ko'ramiz. Yuridik shaxslarimiz keldi. Mana 50 millionni endi ajratib olsak bo'ladi. 10 million so'm jismoniy shaxs sifatida, 40 million so'm yuridik shaxs ustav ko'rinishida ma'lumot kirityapti. Bu yerda tizimga shuni imkoniyat qo'yganmiz. Mana shunga kerakli shartnomani mana bu yerda bemalol PDF variantini yuklab qo'ysak bo'ladi. Arxiv sifatida saqlanib qoladi. Bemalol o'sha faylni saqlab yuklab qo'ysak bo'ladi. Mana saqlash bossak bizga tizim avtomatik ravishda ta'sis shartnomasini ham shakllantirib beradi.
Mana tayyor ta'sis shartnomasi shakllandi. Bemalol mana har bitta ta'sischi bo'yicha to'liq ma'lumot va qolgani o'sha ta'sis shartnomasida keltirgan bo'limlar bo'yicha tayyor ta'sis shartnomasi shakllanib qoladi. Bemalol buni imzolab olib hujjat sifatida saqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi shot bo'yicha 87-chi, 85-chi shotlarimiz bo'yicha ma'lumotlarni kiritmoqchi bo'lsak, ularni mana hisobotlar menusidan tuzatish protkasi orqali buxgalter protkasi beramiz. U yerda faqat ta'sischi bo'lganligi uchun qolgan bo'limlarga ketadigan xarajatlarimizni tuzatuvchi protkalardan berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni boshqa formalarga taalluqli bo'lmagan, ko'zda tutilmagan holatlardagi ma'lumotlarimizni tuzatuvchi protkalardan berib boramiz. Aytaylik, taqsimlanmagan foyda hisobidan dividend hisoblandi qilsak, ya'ni taqsimlanmagan foydamizning kamayishiga olib keladigan operatsiyani kiritib ko'ramiz. Aytaylik, shu 20 million so'm dividend hisoblandi. Debit 87 yuan, kredit 66 yuan, ya'ni ta'sischilarning to'lanadigan dividendlarimiz. Mana saqlab borsak, mana shu yerda biz uchun kapital qismimizda ma'lumot o'zgardi. Hisobot menusiga kirib, mana analitik shotlarimizni ko'rganimizda bizda o'zgarishlar bo'ladi. Sanani ham bittada ko'rinib turish uchun mana bugun bilan protka berganim uchun faqat bugunni o'zini qo'ydim. Va biz mana o'rtadagi hisobot davrida biz hozir kiritgan protkalarimiz ko'rinib turgan bo'ladi. Mana 20 million so'm biz ustavga ajratgan qismimizdagi ma'lumotlarimiz, dividendga ajratgan qismimizdagi protkamiz ko'rindi. Ya'ni taqsimlanmagan foyda qismidan 20 million so'm kamayyapti dividend hisoblangani hisobiga. Ya'ni buxgalteriya balansimizning o'sha pastki kapital qismidagi ma'lumotlarimiz o'zgarishiga protka berdik. Qolgan shotlarimizda ham xuddi shu tartibda agar aksiya yoki bo'lmasam ustav kapitaliga taalluqli bo'lgan protkalarimizni ma'lumotlar menusidan, qolgan shotlar bo'yicha esa hisobotlarning tuzatuvchi protka menusidan ma'lumot kiritsak bo'ladi. Keyingi mavzuyimiz daromad va xarajatlar. Xo'p, daromad va xarajatlar mavzuyimiz, e'tibor berasizlar, qanchalik to'g'ri kiritilsa, bizni foyda solig'i hisobotimiz ham shunchalik to'g'ri shakllanib boradi. Demak, birinchi o'rinda ma'lumotlar menusidan mahsulot va xizmatlar, mana daromad va xarajatlar qismimizni biz ajratib olishimiz kerak. Daromaddan boshlaymiz. Daromad qismini biz qanday ajratib olamiz? Ya'ni korxona faoliyatidan kelib chiqib o'ziga tegishli bo'lgan daromadlarni qo'shib olish kerak. Buning uchun mana qo'sh tugmasini bosganimizda tayyor forma ochiladi. Ya'ni nomi, aytaylik, ijara bo'yicha ijara daromadi deb qo'yaylik. Ijara bo'yicha daromad ijara xizmatidan daromad. Bitta daromad qo'shyapmiz. Agar korxona mana shu ijara bilan shug'ullanadigan bo'lsa, uning uchun bu daromad qismi asosiy faoliyat hisoblanadi. Agar boshqa faoliyat bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bu qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, bu asosiy faoliyatga kirmaydi, ya'ni shu moliya faoliyatiga kiradi. Birinchisini asosiy faoliyat sifatida ko'rsatib o'tamiz. Demak, mana shu ijara bilan shug'ullanadigan bo'lsa, mana faoliyatimiz asosiy faoliyat deb tanlab olamiz. Tanlab olganimizda tizim avtomatik ravishda asosiy faoliyat bo'ladigan bo'lsa, faoliyat o'zi nimadan iborat deb faoliyat turini so'raydi. Faoliyat turini mana bu yerda agar qo'shamiz bo'lmasa yangi faoliyat turi qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Faoliyat turimizni mana shu ma'lumotlar menusida, mana keyingi menusida faoliyat turi degan qismi bor. Mana shu yerda bemalol 6 tagacha faoliyat turini qo'shib olishimiz mumkin. Sababi foyda solig'ida 6 ta faoliyat turi bo'yicha ma'lumotlar kiritiladigan jo'ti bor. Qolganini boshqa daromadlar sifatida ko'rsatadi. Mana bu yerga mana ijara prokat degan faoliyat yo'nalishimiz bo'lgan ekan. Mana shuni qo'shib olsam, endi men daromad qo'shmoqchi bo'lsam, mana shu guruh bo'yicha asosiy faoliyat turini qo'shsam bo'ladi. Mana ijara xizmatidan daromad
faoliyat turimiz asosiy faoliyat turi va mana bu yerda ijara prokat faoliyatini tanlab olamiz. Agar imtiyozga ega bo'lsa, mana bu yerda bemalol imtiyozlarni tanlab olish mumkin bo'ladi. Har bitta imtiyoz bo'yicha o'ziga tegishli bo'lgan ro'yxatlarini bemalol tanlab shakllantira olish mumkin bo'ladi. Hozir imtiyoz yo'q tanlaymiz, hech narsa kerak emas, saqlaymiz. Endi mana shu faoliyat turi bo'yicha ma'lumot kiritganimizda bemalol bizda foyda solig'igacha bo'lgan joyidagicha ma'lumotlarimiz mana shunday tartibda shakllanib boradi. Xarajatlarimiz ham e'tibor berishimiz kerak. Bu xarajatlar ham foyda solig'ining o'sha xarajatlar qismida to'g'ri shakllanish uchun to'g'ri xarajatlarni qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Nomlanishi aytaylik, xuddi shu tartibda ijaraga olmas, ijaraga beruvchi emas, ijaraga oluvchi sifatida xarajat kiritmoqchi bo'lsak, ijara xarajatlari bu yerda faoliyat turi kerak emas. Biz xarajat bo'yicha faoliyat turiga aloqasi yo'q, lekin qilgan xarajatlarimizni foyda solig'ining qaysi bo'limida aks ettirish kerakligini ko'rsatib o'tishimiz kerak. Xarajat guruhiga kirib, mana shu foyda solig'idagi ko'rinadigan xarajatlarimizdan qaysi biriga tegishli bo'lsa, shuni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Hozir juda ko'pchilik boshqa daromadlar, boshqa xarajatlar deb ketyapti. Foyda solig'ida ham biz aytgan joyga ma'lumot qo'yib bermaslik mumkin. Shuning uchun mana shu yerda birinchi marta kiritayotganda ozgina e'tiborli bo'lib kiritib olsak, oxirigacha mana shu tartibda ma'lumotimiz to'g'ri chiqadi. Bizda ijara, mana operativ ijara bo'yicha xarajatlar degan menyumiz bor ekan. Ya'ni foyda solig'ida ham xuddi shunday qatorda ma'lumot kiritiladigan joyda bor. Mana shu bo'yicha biz ma'lumot kiritsak, mana shu bo'yicha operatsiyalarni kiritsak, foyda solig'imizni mana shu qatorimizda operativ ijara bo'yicha xarajatlarimizda ma'lumotlarni tizim olib kelib beradi. Foyda solig'i tortilishi jihatdan chegaraladigan, chegaralmaydigan. Bu chegaralmaydigan qachon bo'ladi? Agar shu byudjet penilari yoki masalan soliqqa tortilish jihatdan o'sha soliq xarajat sifatdan olinmaydigan xarajatlarimizni chegaralmaydigan deb tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Agar chegaralmaydigan desak, chegaralmaydiganga so'raydi, qanday chegaralmaydigan xarajatlar. Mana ro'yxatda bor, bu yerda shunga tegishlisini tanlab qo'ysak, xuddi shunday tartibda foyda solig'iga tizim joylab beradi. Endi daromad xarajat qismida ko'rinishi uchun albatta operatsiya bajarishimiz kerak, ya'ni shot faktura qabul qilishimiz kerak yoki yuborishimiz kerak yoki boshqa bir daromad xarajatlar to'g'risidagi ma'lumotlar kiritishimiz kerak bo'ladi. Kiritgan daromad xarajatlarimiz analitik shotimizda 90 dan 99 bo'lgan shotlarimiz aks etib boradi. Mana 90 dan boshlangan shotlarimizda barcha daromad xarajat shotlarimiz aks etadi. Mana 90-shotdan boshlanyapti. 99 gacha. Ya'ni bu moliyaviy natija to'g'risidagi hisobotimizning ko'rinishi desak ham bo'ladi. Ya'ni 90-shotimiz asosiy faoliyat bo'yicha olingan daromadimiz. Mana 3 xil bo'yicha daromadlar ko'rsatilyapti. 91 o'sha maqsadi bo'yicha tan narxlari, 92, 93 boshqa daromadlarimiz, 94 ma'muriy xarajatlar, 95 moliya faoliyat bo'yicha, 96 moliya bo'yicha daromad xarajatlarimiz va 98 bu yerda soliq xarajatlari, ya'ni o'sha faoliyat natijasida yuzaga keladigan foyda solig'i yoki aylanma soliq bo'yicha xarajatlarimizni 98-shotimizda aks ettirib boramiz. Barcha daromad xarajatlarimiz bir-biridan ayrilib, oxirgi chiqadigan natijamizni 99-shotda aks ettiramiz va bu buxgalteriya balansiga taqsimlanmagan foyda sifatida ko'chiriladi. Albatta qoldiq qismi ko'chiriladi. Bu yerda mana shu ko'k raqamdagilarga bemalol ustiga bosib, ichida nimalar shakllanganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda оборотda hech narsa yo'qligi uchun ko'rsatmayapti, lekin mana bu yerni misol uchun 2025 qilib ko'ramiz. Mana bizda обороtimizda ma'lumotlar tayyorlandi. Mana shu yerda mana 94 misol uchun 20 ni ma'muriy xarajatlarni bossak, mana bu xarajatimiz va undan ketayotgan xarajatni kamaytirayotgan summani nimaligi bo'yicha ko'rsak bo'ladi. Buning uchun mana shu so'zning ustiga bossak, tizim mana shuni o'zini ichini alohida yoyib ko'rsatib beradi. Mana 6 xil xarajatlarimiz bor ekan. 6 xil xarajatlar bo'yicha qilingan xarajatlarimizni barchasini tizim shakllantirib berdi. Xo'p, keyingi mavzuyimiz kapital qurilish hisobi. Kapital qurilish hisobi bo'yicha Keepingda alohida modulimiz, alohida menyumiz yo'q, lekin bemalol o'sha kapital qurilish bo'yicha amalga oshiriladigan ma'lumotlarni bemalol kiritishimiz mumkin bo'ladi.
ya'ni shu ishlab chiqarishga ketgan xarajatlarimizni shakllanadigan bo'lsa, aktivlar qismining ishlab chiqarish xarajatlari qismida shakllanadigan bo'lsa, mana shu yerda barcha xarajatlarimiz, kapital qurilishga bo'lgan xarajatlar barchasi shu yerga yig'iladi. Mana shu yerdan ma'lum bir davr yakunida qanchadir daromadga nisbatan hisobga olinishi kerak bo'lgan xarajatlarimizni mana shu yerdan bemalol ajratib olishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun chiqim qilamiz, qo'shamiz va o'sha daromadimizni bitta turini bemalol nomlab olishimiz mumkin. Mana bu yerga o'sha 91-chi shotimizga, tannarxga boradigan qismiga bemalol belgilab olamiz. 91, misol uchun xizmat bo'lsa, xizmat tannarxi deb 91 ga olamiz. Ya'ni bu yerda faqat o'sha kapital qurilish bo'yicha xarajatlarimizni kiritib olsak bo'ladi. Aytaylik, mana xizmat, birorta xizmat, bir dona xizmatimiz bo'yicha nimalarimizni mana shu xizmatga sarfladik. Barchasini o'tkazish tugmasini bossak, 2010 shotimizda yig'ilgan barcha xarajatlarimizni ko'rsatib beradi. Shundan mana shu xizmatga tegishli bo'lganini qoldirib, proaktiv bersak bo'ladi. Misol uchun keraksizlarni o'chirib yuboramizda, qolganini qoldiramiz. Ikkinchi tab xarajatlar menumizda mana shu 2010 ga yig'ilgan barcha xarajatlarimiz shakllangan bo'ladi. Bu yerda mana ish haqi hamda asos eskirish bor ekan. Mana shu xizmatga faqat ish haqining barchasi yoki bo'lmasa bir qismini kiritishimiz mumkin. Ajratma ham shunga tegishli qismi kiritiladi. Amortizatsiya faqat shunda deb hisoblasak, bir barchasini qo'shib yuborsak bo'ladi yoki bo'lmasa unutib tashlasak ham bo'ladi. Mana shuni saqlasam, men kapital qurilish bo'yicha aytaylik, hozir mavzumiz kapital qurilishga bog'lab qo'yapti, lekin ishlab chiqarish bo'yicha ham mana qisqacha ma'lumot yig'ib qolyapsizlar. Aytaylik, mana shu kapital qurilish bo'yicha bir hisobot davri yakunida hisobga olinish kerak bo'lgan xarajatlarimizni mana shu yerda ajratib, bemalol saqlab olsak bo'ladi. Va mana shu saqlagan ma'lumotimiz, mana 29 million so'mlik qilingan xarajatlarimiz 91 shotimizda aks etib, davom etib hisobotga qo'shilib ketadi. Hop. Savollarimiz bormi? O'zi paytida vebinarlarimiz tavorix namoziga to'g'ri kelib qolyapti. Shuning uchun ko'pchilik qatnashamayotgan bo'lishi mumkin, lekin vebinarimizni saqlab qo'yamiz, bemalol ko'rib olishsa bo'ladi, savol bersa bo'ladi. Bilaman, yangi boshlovchilar uchun biroz bu qiyin mavzu bo'lishi mumkin, lekin harakat qilishib ko'proq qiziqarli ma'lumotlarni so'rashsa imkon qadar javob beramiz. Ya'ni mana shu imkon qadar berayotgan ma'lumotimiz manfaatli bo'lishini xohlaymiz, harakat qilamiz. Shuning uchun har qanday savol bo'lishidan qat'iy nazar bersanglar, imkon qadar mavzuga taalluqli qismi tomonini yoritib berib ketamiz. Savollar bo'lmasa, vebinarimizni yakunlaymiz. Vebinarimizni tez orada gruppaga joylaymiz, bemalol ko'rishlar mumkin bo'ladi.